亲爱的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声，我是主持人玉米提瓦尔。Salam, ekrandagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekli sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Utunuz yaman gul da etmedi tabi. Guldan etmedi yani gul da kokatkan gap. Antenler mında olup ketken kaldı. Bizden aşılarını bilmişsiniz mi? Meyli. Bilimiz. Yo, lekin Adilan tanlab qalsam deb berma Adilan. 最终选择的导师是普拉提老师。 Çiğdesen söyleyin, Çin söygüde bulmaydı hasret. Bana köysen çiğdesen köyün, köy kibar, utta muhabbet. Muhabbetinin uydavanı var, çölpırakı hem tosakı var. Çırak emers, pıraqı bar, yarım bolsan, çilsan bolğay. Mendim keşsem çiğdi san keşki Tunuşku bir salan bilen Ayrılışının əxtimu ələm Hicran
Adaş yaxşıma bu çok kaçan karısı küçük bana içirgan suyunu götürüp aldı eken seni. Ben bir çoğrak bir adamın içirgan su içsem bulmam da. Adaş bunu botulks kichik bo'lgan ta'mi payiz deyme, yaqinda to'rda modul atgan o'jo g'o'ri suvi deyme bu. Mana. Aldan gittim böyle torda ilan su şuma. Ha, dal o'zim shu ta'mi payiz deyme. Bir götürüp de içitim cuma bana çıkışın. Mumkin bo'lmaydi juma bu. Şenmeyse. Gazliq suv bu. Sinab baqamsan. Sınap bakay. O'jo. Şirken su juma. Rayonimiz Karhan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang Ojun Sol Cheshirti Ojun G'orsuyi Mahirlarga omad tilaydi. 61 numar. Alım Ablat, hoş geldiniz. Tayyorliqlaringiz nihoyat puxta. Shunaqa. O'zingizga nihoyat ishonchingizmi bor? Ham sahnada o'zingizni yaxshi joriy qildira olaman deb qaraysiz shunaqa. Navoda ko'nglingizni bitgan ustoz o'rindiq aylantirmay qolsa qana qilasiz? Meni cho'qim aylantirdi. Cho'qim aylantirdi shunaqa. O'ziga nihoyat ishonchisi bor ekan. Bo'ladi, mana bu shundoq o'zingizga bo'lgan ishonchingiz bilan sahnada o'zingizni yaxshi joriy qildirishingizga chin dilimizdan umid qilamiz va shundoqla qolgan mahirlar bilan mana bu yerda sizni saqlaymiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Salam ekranlardagi ko'rinmanlar, yaxshimisizlar? Men Alim Ablat bo'laman, yurtim Qashqarda. Bu qitim endi shu mening opam dadamniki bir arzusi bor, mening shu Ipak yo'l sadosining sahnasida shu o'zimning naqshlarimni aytib bersam. Andan keyin o'zimning shu Ipak yo'l sadosining sahnasida xalqimizga bir o'zimning ovozim bilan naqshlarni aytib bergan bor. Siz yok ötken her günde aydek cemaliniz esimde. Ketip kalgan simayiniz hili yadımda. Bu günler bek uzun günler, yıldızlar sırdaşman her tünde. Muhabbetimden cevap yok, öttü bu günler. Sizni o'xshatdim oyga, qo'lni sunib ko'kka. Hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'lni sunib ko'kka. Hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Bek uzun günler, yıldızlar sırdaşman her tünde. Muhabbetinden cevap yok, öttü bu günler. Sizni o'xshatdim oyga, qo'lni sunib ko'kka. Hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'lni sunib ko'kka. Hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'lni sunib ko'kka. Hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'lni sunib ko'kka. Hijron o'tida kuyib talmurdim sizga.
O'xshatdim oyga qo'lni sunib kuygan hijron o'tida kuyib telmirdim sizga各位导师好，我是来自喀什的阿里木阿布莱提。 Qashqardan kelgan ekanmiz. Qashqardan sal balduroq kelib olgan. Obraz imtihanda o'tdi lekin, ha? Anglab, keyniga kelganda ovozini tundim. Yaxshi bo'libdi. Uzun yil olib ketdi sen Urumchida turayotganda, ha? Bir 10 necha yil bo'lib qoldi. 12-13 yillar bo'lib qoldi. Ha, shu. Yaxshi naqshchisan. Qashqardan Ovoz tusini yaxshi ko'rdim. Yuqoriga chiqqancha ovoz tusi texmi suzuklish beni o'zgacha. Men qarasam ham shu uzun yil tajribasi bilan naqshchidek his qildim. Yo'q, o'zim chanmayman, lekin shu muzika atratga aytman. Ha, shu. Oy, muzika Bas gitar chalgandek ko'rindi ekansan. Olim bilan hammamiz tunish emas. Gap aniq. Lekin olim tunishdik deb biz ma Ipek sadasi qatnashdik deb baqmadi. Lekin ovoz tunish bu naqsha ham mudi bo'ldi. Xalqimiz yaxshi ko'rgan naqsha, ovozini anglab bo'rildik. Bu naqshining ijodiyatchisi o'zi bilamda. Bu naqshininki muzikasi Erpan Ablaxatninki. Anandan keyin teksti shu Erpan bilan ikkalan birga yozib qilgan, hamda shu naqshining yuanchangsi men. Tashqi qarasak ham qarasak keyinni qilib tursa Mahmud akamni ko'rgandek bo'lamiz. Shunlashgan meni demoqchi bo'lganim, ustozlarning bahosini oldik. Sen yaxshi naqshchi uzun yillik. Hamda qatnashibsa muborak bo'lsin. 5 yilimiz o'yrildik. Rahmat. Oxirida deydigan gapim rivoyat guruhi qarshi oladi seni. Hamda jiqyapmi demasam senmi meni obdan bilsa, bizni xil obdan tushunsa, shunda bo'lganda biz chuqum yaxshi mang'alaymiz. Olimjon mencha ijodiyat aytishga ajoyib tushgan bola shundami? Ijodiyatni asaq bo'ladi. Burunda elib aytayotsanmi? Yo, og'an ijodiyat bilan bag'imiz o'xshamaydi. Qassob do'stiga sunak berdi deydi. Zoir kam davatida Mahmud Sulaymon ustoz bizniki betakror ustozimiz. O'rindiqchi Kamal markasiga o'z vaqtida Mahmud Sulaymon ustoz obraz vakili bo'lgan. Bundan keyin ta'lim kelib, men hozir yoshlarga nisbatan mush shirkatga obraz vakili bo'ldim. Demakchi o'g'lim, shu ustozga yarashgan kiyim-kechak sana mendan o'ta yarashadi. Sen Kamalni gongo qilyapsan? Payza. Albatta Kamalni gongo qilaman, seni gongo qilaman. Ijodiyat orqali ham ikkimiz balkim davrdosh, yishimiz o'xshash. Sizning uslubingizga ijodiyatni ishlayolmaydi, men ishlayman. Men shu har qanday uslub ijodiyatni ishlay olaman. Uningga Kamil kam guva. Shunaqa Kamil. Har qanday uslub ijodiyatni ishlaydiganlardan asaq bo'ladi. Mesela bu Zoir Shahakam aytayotgan nurg'un ijodiyatlarni men qilib bergan. Naydi trend bor demişka. Uchoqdagi ahvol bilan hozirgi ahvol o'xshamaydi. To'g'ri. Uchoqda men shunday yaxshi ijodiyatni qilib bergan. Demak, Zoir kam qilmayda yaxshi ijodiyatlarni berdim. Sen qilib berma. Agar sen meni tanlamay Zoir kam tanlab qolsang, men Zoir kamga bergandan keyin u ish qilgani sana bergan ish bor. Men nima bevosita bermayman. Naqdimda deyman. Pul bilan qilmayman. Men sen men bersam, men ish qilganda bermisanmi? Bu bolalar cho'qim o'ziniki aloqa doirasi, munosabat chembergi orqali o'ziga mos keladigan ijodiyatlarni bizdan ammizim bular qilib ketalaydi. Hisobda bu konu naqshchi bu. Shunda. İcadiyatlarga bak berilib ketma. Bu ijodiyat degan zamanga moslashma deydi ekanmiz. Biz ijodiyatdan ayrilayolmaymiz. Hozir bu yerda vang so'zlab qo'yamiz-ku, ertaga yana ijodiyatga ehtiyojli bo'lamiz. Bu masala emas. Meni achchig'imni keltirib qo'ymanglar. Bu masala emas. Sizning ijodiyatga ehtiyojingiz yo'q rasga qilsam, chunki o'zingizdan ijodiyat chiqadi. Sizga ilhomning ehtiyoji bor. Ehtiyojingiz bor shunaqo. Bizning guruh sizga zo'r ilhom beradi. Shu ijodiyatlar guruhidan birini qurib, o'tirib ijodiyat qilamiz. Qarang shundaq meni qachon qursizlar. Qurib bo'lgan tayyor gitarchimiz bor. Naqshchi, akkord oldigan naqshchilarimiz bor. Men bor, siz bor. Netchimiz bir yerga kelsak, asl asarlarni yozib chiqara olamiz.
Bu Goca'nın yine Goca'ya basınız tötlamlaşı pütüdü hem bu icadiyet. İcadiyet degan en xoli yerda bitadi aslicha. Nansanga chiqib adam ijodiyat qilinmaydi. Ijodiyat en xoli yerda bitadi. Bir-birimizni va kamsitishib ketmay. Döydiğen namın döp bulup ahır yoxçaq bulup oldu ki. Alacana pul oldu ki. Şundayım. O ilham deganni yetildigan Alimcan, sana bu ballam gerek, en mühimi nak meydan, müzika, çoğun sekinler gerek. Bu gapni jiq desek. Ya onun mesele yok. Yoshga cho'roq birish kerak da. Ha, en ahirqi men Aldı bilen rahmet muşu 5 yillik ustozninki muşu manga bergen yuqori bahalarga rahmet. Belkim endi muşu bergen bahalarga tushliq aytalgandime yoki aytolmagandime, lekin tirishime, yana davomli tirishime. Anandan keyin hamma ustozlarimizni shunday hurmatlayman, hammalarning naqshlarini shunday suyib turib anglayman. Endi adam rost tanqisliqda qoldi ekan mushta vaqtda endi Bizning maqsadimiz sen tanqislik qo'yib Ko'nglimiz qaldi turib, ekanmiz bo'lmasa. lab-talab bir taraf qilish. rost endi man qo'yib bersa endi hammalarni tanlig'im bor, lekin endi birini tanlig'il bo'ldi ekan shunga. Mening tanlashim Polatkan. Bu küçük baldak bir yerde niye boldun la? Ben Mıras'ın piçekli lazı kalemcisi degenini. Alganmadan? Ya ağlamagan. Pekpezem al. Baksa kokarım yaksan adaklığını. Bak lazı ben oğlum. Bizden hıcının last yazıgan bana. Zaten bunun tetip bakmazdı bir ka. Bir bakalım mı? Ada? Ne bulduk ya? Şimdi kim abi? Kara bakanlar? Piçekli lazı kalemcisi. Bu da abi. Çok adam isim buldu bu ne? Oyunumuzda serkertlik rolü oynayotgan Miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. Yo-2. İpek Yol Sadası qatnashib hoş buldingizmi? Hoş buldum. Bugungi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hargiz ko'nglimizni yerim qilmaymiz, shundaqmi? Shunday. Undaqda qaysi naqshni aytishni o'ylashdingiz? Bu maxfiy eng yaxshisi naq maydondan olgan. Voy, chatoq yo'q. Undaqda boshqa mahirlarga deydigan yurak so'zingizni bir anglab o'tay. Hammamiz birlikda g'ayrat qilaylik. Yaxshi, undaqda siz omad bo'ling, marhamat. Şinjan Ojon Soğut Çekiliş Şirketi programımızdan tajdorligini aldı. Programımızda Şinjan Miras Şirketi alayı talep qildi. Programımız bilan Şinjan Kamal Soğut Çekiliş Şirketi stratejilik hamkorlashdi. Programımızda Şinjan Başparmak Yezi İgilik Taraqqiyot Çekiliş Şirketi alayı qo'lladi. Şinjan Ramnidar Xalqaro Soğut Çekiliş Şirketi programımızga yaqindan yordam berdi. Yaxshimisilar ekran oldidagi do'stlar. Men Atishdan Dilmurod Talat. Bu qitimqi 7-qarar Ojon İpek Yolu Sadasıga o'zimninki naqshiyatdagi alohidligimni namoyon qilish, shundaqla texnik cho'ng sahnalarda o'zimni sinab beqish maqsadida yetib keldim. Do'stlarning qo'llashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Işıltık dememiz gibi. İndi buraydı bak. Kapkara koy gözlüğüm kaydın tapayım seni sorsam üstün el ay dep cakalayım seni sorsam üstün el
ay dep jakarlayman seni. Ey çıraylık. Kapkara koy gözlüğüm kaygıda kaldı bu beşim. Ovoz o'xshab ketdi. Kapkara koy gözlüğüm kaygıda kaldı bu beşim. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Skripke bir çabaka. Kapkara koy gözlüğüm kaşını kılsan çok kara. Kapkara koy gözlüğüm saçını kılsan çok kara. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Toxtay demeydi göz yaşım. Salam hörmetlik aziz ustozlar. Salam ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar. Men Otishdan kelgan Mahir Dilmurod Talat bo'laman. Hammanglarga o'tliq salom. Aval Dilmurat'ını qarşı alımız. Dilmurat meningki başlangıçtık savaqdışım buludu. Biz kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan, billa naqshi etib cho'ng bo'lgan. Amaliyotda Dilmurat bir yaxshi naqshchi. Hisobda Otishda xili ko'z ko'rinarlik naqshchi. Lekin maqitim ayolim bolalarımni ilib sayohatga chiqqan degan, lekin ma musobaqa qatnashganda menga demabdi. Shuning bilan to'tinglarni o'raytib keldim besib gum o'raytibchi. Amına beğeneyim de. Amını beğenmeyme debchi, ammo yaxshi naqshchi. Qarshi olamiz. Kamilkan bilan tanishmamiz. Ustozlarning bir baholarni bir anglaymiz. Anandan keyin Rahmat. bir maydon jidal qilish ketmaydigandek turdi. Sinis bu sende kirab qo'sh yo'l arkadaş. Dilmurat bilan biz Zahir degandek kichkimizdan billa o'ynab cho'ng'ildik desek bo'ladi. Bu Şinjan'da şey o'qigan. Meni maktabdashimga. Ayni vaqtida Şinjan'da şeyning mashrifida bu Otish xalq naqshlari jiq taqalmagan Nurgul dadamlikil cho'ng'lar anda men Abdurishkamla naqshni aytib menayotganda bu Otish xalq naqshdan birini urullab shu vaqtida mashraf programmasida. Bu xili chang chiqqan shu vaqtda Şinjan'da. Keyindan bu Otish ketib bu o'zining ishlari bilan bo'ldi-yu. Aralığımız sel uzurab kaldı. Üzüm bu kesip bilen çıkıp şoğullanamadı. Bana bu da bu sende kürep nait hoş oldu arkadaş. Toğır kıpsı. Bek yapısı. Sen Otish ketmeginin yaxshi bo'pti deyman. Rozalan degan naqshidan keyin nurg'unlagan bambillar chiqdi, lekin hozirgacha
Dilmuratning aytayotganini ishiltayotdi usulchilar. Hozir Zahir öğrenmegen bo'lsa, men o'yladim degina, qarsam Zahirning insarıga o'xshaydi. Topolmadim sening insarıgini keyindan bir yerdan anglab tursam Dilmurat kelganini bildim. Zahir kelib besibetda avjini anglab öğrenme deb xiyolimda taqim avji kelgandiroq Yaxshi öğrenmedi. aytdik atishdan maqsad. Peyz oldu. Rahmat. Manda qilayli, adishim men sana bir so'g'atliqim bor. Biz beşikimiz gap qilib oldi. Manda to'xtatdan bu nimishqa desanglar. Buni mushu og'inamningki menga mush programmaga qatnashdim adash. Men menga ya bir muzikani burun aytgan naqsha bu. Menga faqat ma muzikani bir berib tursang yoki men mush naqshni aytdim, men mush musobaqa qatnashgan degan gapni qilmaganligi uchun mushu sahnaga o'zininki kasbi boshqa og'inamningki. Shu ishlarini tashlab mishaga men mishaga mushu yoshga kirganda men o'zim bir sinab boqay degan maqsadda menga bir hayt deb qo'ymay kelganligi uchun men mushu sovg'at. Lekin sizlar ustozlar xato tushunmanglar jumi. Biz qo'y hammamiz atishliq hamda qanday bo'lsa. Kelar qo'langa o'z qo'lam bilan bir sepib qo'yay. O saatning keyingi mo chirketmaydi, atishliqmi unda asallamanda. Feyza, lekin ag'indachilikni yetkazdim. Adash. Feyza. Muborak bo'lsin. Rahmat. Feyza. Rahmat. Zahir do'stim, rahmat. Hammanglarga rahmat. Nayt xo'sh bo'ldim. Bayatin degandek men mush qiz yurak so'zimni deb olay. Mush fursatda. Asli men Zahir degandek, Kamil degandek mush kasbni taraqqiy qilsam eng yaxshi bo'ladi. Lekin men Urumchilarda chiqib qolmagan bilan atish davomlashtiryapman. Sizlar barsanglarmi ko'rsizlar davomliq to'y-to'ykunlarda birga bo'lib qolamiz. Men oldi bilan mushu sahnaga chiqishga men fursat hozirlagan. Meningki idoramdiki rahbarlarga oldi bilan rahmat aytaman. Men uchun o'rindiq aylantirgan barliq ustozlarga chin qalbimdan, yuragimdan tashakkurimni aytaman. Salomat bo'linglar. Sana rahmat. Beşirimiz öğrüldü. İhtiyar adaş. Bir yerde bol talaş tartış qilib çaq mı qildik o? Satma bo'ldi. Bizning go'rakpaga kelsang og'inam, hamda jiq gapni demasammi bilsa, shu rivoyat guruhisiga shogirdlar bilan billa, men shogird ikimiz yana o'xshashlar. Ustoz Mahmud Sulaymonov shogirdi nomida billa taraqqiy qilamiz. Hozir ergiziliqi men hamda shu tangtish og'inamning shogirdi bo'lib qolamanmi deb o'ylama juma. Yo'q. Uni o'ylagan bo'lsam balkim kelmas. Voy, bo'ldingmi? Dilmuratkamni men bu tuniyman. Ammo men keldig'ini men ras bilmaydi ekanman. Abay sen degandek hech qaysimizga demabdi. Demay o'zi to'g'ri gap. Aning keyinda mening bir yana xo'sh-o'g'lim muzikani qayta chaldiribdi. O'zininki bir ustobiga asosan yengil holatda chaldirib bugungi senda aytdi. Aldı bilan tabriklayman aka. Kichik bo'lsam men de shu aka deyman. To'g'ri. Menda soat yo'q, faoliyat qilmadim. Faoliyat qilmadim aytdi. Men sizga mush Abdumalik uchun doktorning kartasini berdim. Qag'inda aka o'zing qilsang bo'ldi, bizmi ba mana. Hammamiz qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Gapga qarang. U ixtiyor, harigiz besim yo'q. Kechiring, men sog'at. Onda xo'sh mening tanlashim Zahir Şah ablam. Hemen dinledim ben. Hiç kimninkiga o'xshamaydigan kostyum kiyib alaydi boldan nima bo'lgan bo'lsa o'rindisan. Kamalning kostyumlarini kiysan, hech kimga o'xshamaydi kiysa adash. Voy mana. Men Kamalnikini kiyib olgan shuna. Nimda o'xshaydi desam, sen Kamalnikini kiyib oldingmi? Qirq-qiri bilan yomon yarashimliq chiqadi emasmi bu kostyum? Chiqinlar, naqli keldi ekan. Naqli keldi ekan. O'tirasizmi? Yeni bir ishga kerak qo'ygan. Tashlab qo'yib kerak kelanda. Bo'ldi. Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Kamal xalqaro cherkdi Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi.
谢谢老师，谢谢老师。你们都辛苦了，谢谢。辛苦了，老师你最辛苦。辛苦了，辛苦了，辛苦了。我们歌舞团的很著名的歌唱家，我们从小看着哥哥的长大的。我和这个卡梅利在木卡密使团。啊，好，你们好，你们好。谢谢老师。感谢老师给我们带来了一首非常优美的一首歌。谢谢。谢谢老师，辛苦了，谢谢。Yo'lovchininki ta'rifini men ozroq qilib qo'yay. Ustoz bizning shu Govutanda ishlab, hozir oromga chiqqan bilan yuragi hargiz oromga chiqqan odam emasmi u? Mush Şinjanning madaniyat san'atiga intayin töp qo'shgan bir yigit bu. Uningdagi bizning Yipek yo'li sadosiga har qitim bizningki kichik ko'may, mush zalni kichik ko'may, bizning programmani kichik ko'may, lamoni kichik ko'may, har qitim bizga madad bergini keladi. Shunga yo'lovchiga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shinkola. 辛苦了，老师，辛苦了，谢谢。你们这个栏目办得非常非常的好。我们新疆的各族人民乃至全国，很多地方都在传颂，就是我们这个节目办得好。在这里呢，我作为一个歌唱演员，对你们表示深深的感谢。谢谢。希望你们的节目越办越好，永远办下去。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。祝老师身体健康，身体健康，万事如意，万事如意，心想事成。 O'xshash ish ko'taribdi-ku. O'xshash kerakmi? Bosh barmoqdan yong'oqmay ekan, ma'lum sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunarsini. Shuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu bosh barmoqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku. Shuni o'ydikilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'ydikilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan baş barmoq yezi egilik fan texnikasi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda go'zallikni so'yguchi xonim qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchli grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Ramnidar xalqaro cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Hujun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan Mayerimiz bo'lsa Şinjan Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik royal bilan mukofotlaydi. 3 darajalik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiblaydi. 4-chi bo'lgan Mayerni bo'lsa Şinjan baş barmoq yezi egilik fan texnikasi taraqqiyot cheklik shirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Şinjan Ramnidar xalqaro so'lchak shirkati 3000 yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 2651. Qani sahnimizga marhamat. Hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Hozir hayajonlanyapman, jiddiylashyapman. Ishonamanki bugun ifodangiz alayda yaxshi bo'lgandir. Sahnada bek echilsiz deb o'ylayman, chunki bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar jarayoni to'liq muhim. Bugün muşu programı qatnaşqaningizning o'zi eng yaxshi natija, omadli bo'ling. Unda bo'lsa, sizni muşu sahnada saqlaymiz. Marhamat. Ekran oldidagi ko'ruvchilar yaxshimisizlar? Mening ismim Subinur Keran, yurtim Turpan Pichan Maysdan. Hozirgi xizmat o'rnim bo'lsa, Xotan Keriyan oylik 1-o'rta maktabning musiqa o'qituvchisi. Mening Yipak yo'l sadosiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, kichigimdan shu Yipak yo'l sadosiga qatnashish bir orzuim bor. İkinciden, şu Yipak yo'l sadosidagi baholovchi ustozlarning qimmatli fikrini anglab baqish hamda o'z-o'zim jang e'lon qilish maqsadida bu Yipak yo'l sadosida qatnashdim.
起无法飞，跳一曲春天的芭蕾。天使般的容颜最美，尽情绽放青春无悔。啊，春天已来临，有些花蝶吹，雪地上的足迹是欢乐相随。看那结骨雪花飘洒，这一刻我们的心紧紧依偎。Awas yukarı. 随着脚步起舞发飞，跳一曲春天的芭蕾。天使般的容颜最美，绽放青春无春天已来临，有些花便吹。雪地上的足迹是欢乐相随。Hürmetlik ustozlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan mushu programma orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin hayajonlanyapman. Mening ismim Subinur Kerem. Yurtim Turpan Pichandan. Xizmat o'rnim bo'lsa, Xotan Keriyan oylik 1-o'rta maktabning musiqa o'qituvchisi. Voy, aralıq yaman uzungo. O'zingiz qaysi maktabni bitlagan, san'at kasbini bitlaganmi yoki muzik? Muzik kasbini bitlagan. O muzikani bitlaganda o aytishidan. Biz endi g'o'jikimiz o'rindiq aylandirdik. Bak yaxshi aytdingiz. Men aylanmay deb ishkilandim men lekin. Shunda yaxshi aytadiku masalan, lekin o'ylandim agar ham o'rilib qolsam, men tanlab qolsa-da masalan. Qanday qilib keyin nima, o'zim kuchim yetamdi yetmam deb o'ylasam, ustozlarimiz bor, maktab tarbiyalagan bizning yo'limizda bo'lmasmi, lekin yo'l yetakchilik qilishga azroq qurbim yetishga kuchim yetdi meni. Shuni men jiddilashib chaqirib kelgan mushlar o'rilmay qilib qolsa mush qizg'i bir doji bo'lib qolarmi deb degan men titildab ketdim. Meysim Çanfal'ın başka yana usluplarını nakş et alamız ya, başına ağırmış uslup mu? Et alayım. Xalq naqşı et alayım. Menzo Çanfal naqşını etdim. Ha, yaxşı. Hammamizga ma'lum, ma uslubni naqsh etmoq ayrim bir uslub, oson emas.
Biz bu sanat mektepte okugan, ama şu güzel avazda terbiyelendiğin balla bek çeklik. Az, Az. Anin kendin aygı çıkıdığanlama bek az. Doğru. Abay biz oturup fakat anladık yo, ama özümüz eytip, muş kesip okugan bolsak mı, aşındak muş nakşini muşunçilik bir şaraitte orundamak mı asan emas. Biz sanat mektebini kamil kamşıkımız sanat mektepte okugan muqam kesbide. Biz 4 okugan bolsak mı, ama doğrusunu köz bereleymiz. Men şu sanat mektebini bitirgen yaxşı bala, yaxşı müəllim hesapta bizden bu her qandaq şaraitla hazırca asasen özümüz yeterlik toluq, qağın özünüz hem de kamil kamşıkımız sizge öğrildik. Mening bu kamil kamqat deb bagim yo'q, kamil kamolmağı bagisi yo'q. Amma qararını özünüz chiqirsiz. Mening oxirgi tanlashim bo'lsa, Kamil Jalal ustoz. İpek yolun sardasın, söygünü yok şibrasın, hoş havazlar sevdasın, İpek yolun sardasın. Vay ensirmigine bugungi tug'ilgan kun girmangning yaxshi o'tkazishiga men kafolatlik qilman adash. Men degan hozircha Ramli Darniki oqartishmaylari, anadan keyin kirpiklaklarini to'liq etmadim adash. Hozir bir pulni, ma'qul. Sen Erling yo bosqanda. Aldı bilan 7-ci qarar İpek Yol Sadası programımızda naq maydonga mahir bo'lib tanlanganligingizni qizg'in tabriklayman. Hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Yaman ciddileşik git barman hazır. Siz lekin tayyorliqlar puxtimi? Puxta. Özümüzge işinimiz amadlik bulun, onda olsa yaxshi natijalar yer bo'lsin. Marhamat. Yaxshimsizlar ekran oldidagi ko'ruvman do'stlar. Men ismim Muhammad Ihson Abedullah, Azizani Qashqardan keldim. Hozir qilayotgan kasbim to'ychilik, to'y ishlari, maslahatchi degandek ishlar bilan orzuyimni qo'g'lash uchun İpek Yol Sadasiga keldim. Ekber Zıba. Hayron bo'lma ko'rganlaringga, ko'rmaganni ko'rsan tig'in yaratmasan oqlonni bugun zog'ri izlab жүрsen tig'in yaratmasan ahnani bugün zagri izlep çürüsen tigin yaxshi bo'lsan omad beshingdan yomon bo'lsan opat qishingdan sıkmasmay atgan ishingdan ko'nmaganga kunsan tigin yaxshi bo'lsan omad beshingdan yomon bo'lsan opat qishingdan sıkmasmay atgan ishingdan ko'nmaganga kunsan tigin. Hey! Azrak var ya. Bana bir ayarına bak. Xeyli oladigan yigitmiki? İgizmiki. Götürüp baksın. Keyinini götürüp baksın.
görsen küçer bir kulumni ishki er küçer ishigimni talaycha küçer talay xiyol sürsen tihi Yetekle bağlı buldu ki. Yol görsen küçer bir kolumni ishki er küçer ishigimni talaycha küçer talay xiyol sürsen tihi her kim belkim sihi mert emas lekin dünya tamam dert emas gün oynar mengü şart emas mengü şart emas talay oynap gülsen tihi her kim belkim sihi mert emas lekin dünya tamam dert emas gün oynar mengü şart emas mengü şart emas talay oynap gülsen tihi Gün oynar mengü şart emas mengü şart emas talay oynap gülsen tihi İsmin ne mi? İsmim Muhammed İhsan Ebeydullah. Qashqardan. Tunji naqshi bosh konusiga majra qilgan naqshi bo'lgandan keyin jiddiylashib ketmisin deb shuni men yaxshi etdi. Shuni o'rnilib Ben demiş öğrenmedi. Mamdek avazlar loying pek chiroyli tushdi, pek Azırak sifatli bizga chiqdi. biz matrab kelgan azırak biz o'ylagan nima qilsam bu naqsham bizga tunish Polatkamlar aytgan quloqimiz bayra bacha ashan azırak kep qalamiki deb shuncha kutdi qo'yib lekin biz tunji sahnaga chiqqan bo'lgan chiqmandi azırak bir yerlar bo'lib qoldi lekin u cho'ng masala emas talinga Polatkam o'rildi mana yerda qolmadingda Rahmat ustoz, rahmat. birga jiddiylashdan endi birga ta'lim va deymizda tunji qatimda chuqur birimda bir yaxshi boshlanish olsun deb o'yildik hamda ya. Ras. Mübarek olsun. Mübarek İpek yolu sargasın, sürgünü yok şibrasın, kuş havazla sevgasın, İpek yolu sargasın. Aş 162 çıksın mı? Mübarek olsun. Tayyorliklar puxtimi İlyas? Puxta. O'zingizga ishonchingiz bor shunaqa. Birinchi bo'lib ketmasangiz cho'qim birinchilikni saqlab qolasiz. Rahmat. Yaxshimisilar ko'rmanlar, men Xotardan kelgan İlyas Mamtimidan hammaga o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Meningki bu 7-qara Hojon İpek Yolu sadasida qatnashdiki maqsadim. Men uzun yildan beri shu naqsh kasbiga qiziqib, mush kasb bilan shug'ullanib kelyapman. Mushu fursatdan foydalanib, yana mushu cho'ng sahnadan foydalanib, ustozlarningki mukammal bo'lgan ta'lim tarbiyasi bilan o'zimni kuchlantirish maqsadida bu İpek Yolu sadasida qatnashib keldim.然然然后后后后燃燃燃烧烧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  Ram
Cala namazı okşap kaldı. 我们背对背拥抱，来用沉默在咆哮，爱情来不及变老，赠送着烽火的玩笑。我们背对背拥抱，这话都是圈子乱绕，只是想让我知道，只是想让你知道爱的警告。话总说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套。旧账总翻不完，谁无理取闹？你的双手甩开刚好的微妙，然后战火在燃烧。我们背对背拥抱，来用沉默在咆哮，爱情来不及变老，葬送着烽火的玩笑。我们背对背拥抱，这话都是圈子乱绕，只是想让我知道，只是想让你知道爱的警告。我不要一直到行踪陌路变成自找，既然可以拥抱，就不要轻易放掉。宝贝，我们背对背拥抱，来用沉默在咆哮，爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。我们背对背拥抱，这话都是圈子乱绕，只是想让我知道，只是想让你知道这警告，只是想让我知道，只是想让你知道。爱的警告。Bayze. Salam. Hürmetli ustazlar, ekran altındaki naq meydandaki barcha görünmeler. Hammalarga men Xotan o'g'li İlyas'ın o'tliq salom va oliy ehtirom. Muborak bo'lsin. Rahmat. Chiroyli aytding. Bo'ldi, gap qilmayman. Men kelinga bo'ldi. Talashib ketapti. Ya pek pakis aytilga pakis. Lekin ovozing bek chiroyli. Biz ham o'rligimiz bor afshilarning, lekin men o'ylandim men. Ya bo'ldi, sizlar Millichilik bir bo'lgan bo'lsak o'rlanma. Lekin yaxshi aytding. Biz o'rilmaslik sababi sana yaxshi aytmaganligim uchun emas, yaxshi aytding. Lekin endi shu naqshaning huzurinib qoldiqmi o'rilayman qoldi. Lekin ta'limga ikki ustoz o'rildi. Yada qambilanda endi. Rahmat. Aldı bilan mübarek bo'lsin. Bek yaxshi aytdingiz. Başta men o'rildim. Aning keyin Adiladan meni doğrab o'rildi. Qolgan tanlash o'zingizda. Ovozingiz haqiqatan peyizga qolganini bundan keyingi bosqichlarda o'zimiz taxmi peyz naqshlarni aytish orqali shu ijodiyatni ko'z qilamiz. Odatda men bilsiz bütün Şinjan ijodiyat men ta'minlayman. Biroq Uyg'urcha naqshi aytib berman. Muxtar Bug'ra efendim yazdırıp tekstin birini emas. İcadiyatdan bizni qilib bermayman. Başka naqsha. Yürüyündün sorab mening uchun kuydingmi? Bo'ldi. Mana. Sening uchun o'lsam arqamdan kuldingmi?
Bence, bana set kalmasak beşiliğimiz öğrendik hem Şu Jireklerim bir xil oqağını şekende men şundan Jalal Bilal köz aldım. Naqşiyet qılımı xeyli bop qalğanda, xeyli zamanlar bop qalğanda, xeyli vaqtlar. Az kem 15 yıl oldu. Ha, şu pişqan avazga bir ayırımın sikim ondaki nakşı var bana mavs. Anda pişqan naqşı olmasa, naqşının hissiyatını tapamaydı-çu. Avaz bek yoruq. Var qanday özünüzdə. Tallaylı. Men mumkin bo'lsa bash ustozniki hammanglarning tarbiyasini qabul qilish istikim bak bor lekin mushu sahnaga chiqishdan burun o'zimning ko'nglimga pukkan ustozim bor. Mening tuvandagi tanlamoqchi bo'lgan ustozim İpek yolu sağdasın, sürgünü yok çiğrasın, hoş avazla seydasın. İpek yolu sağdasın, İpek yolu sağdasın, sürgünü yok çiğrasın, hoş avazla seydasın. İpek yolu sağdasın. İpek yolu sağdasın, sürgünü yok çiğrasın. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadın ipek yolida caranlaydı kongura. Giderkenleri dalağa, köy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok iyisi, nur kaytıdı yürekke. Küç bir de nakşimiz tümelligen çiçekke. Sadasın, sürgünün yok çiğrasın, hoş avazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, sürgünün yok çiğrasın, hoş avazla seydasın. İpek yolu sadasın. İpek yolu sadasın, sürgünün avazla seydası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok çiğrası, hoş
avazlar seydası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Hoş avazlar seydası İpek yolu sadası